Mana endi bu sazanga xamir tayyorlash jarayonidamiz. Xo'p, qo'shayotgan narsalarimiz muchka, kepakni unligi hamda oddiy mana shunaqa kukuruz, makkali kukuruz. Shu ikkovi xolos. Shunga sazan balig'i yaxshi oladi agar vaziyat bo'lsa. Xo'p, nima edi? Chesnokni maydalab qo'shib olsalar ham yaxshi bo'ladi. Bugun yana shahardan zerikib dam olishga chiqdik. Xudo xolisa yaxshi natijalar qilamiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum baliq ovish quvozlari. Mana endi chiroyliroq video qilaylik deb ovga keldik. Shunaqangi joylar. Mana shu yerda hozir xo'p zakan bor. Bu zakanlar hammasi oqim suvlarga qo'shiladi. Katta. Endi biz enazak deymiz. O'sha zakanga qo'shiladi. Bugun shu joyda o'qilamiz. Bu zakanga birinchi marta kirishimiz. Bundan oldingi zakanlarga kirganmiz. Endi bu hammasida baliq bo'lish kerak. Hammasi shu oqim zakanga ulangan. Joylar juda chiroyli ekan. Xudo xolasa imkon qadar natija qilishga harakat qilamiz. Videolarimizni kuzatib boringlar. Videolarimiz yoqsa like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalaring xursand bo'lamiz. Mana shunaqangi joylar. Endi kimlardir ko'llardan, baliq boqadigan joylardan o'qilyapsizlar deb yozishyapti. Biz hech qanaqangi baliq boqadigan joylarda o'qimaymiz. Mana hamma yo'qni ko'rsatyapman. Faqat shu tabiiy joylarda o'qilamiz. Yovvoyi baliqlarda ovlashga qiziqamiz. Xonaki boqilgan baliqlarni tutishga to'g'risi umuman qiziqmayman. Yovvoyi tabiatda endi qanaqangi baliq borligini bilmaysiz. Shuning uchun ov jarayoni juda ham qiziq bo'ladi. Katta baliq chiqib qolishi mumkin. Kutmagan balig'ingiz chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun uni gashti boshqa. Yemimiz mana hozir tayyor bo'lib qoladi-da. Bugungi sherigim Ulug'bek akam. Ulug'bek akam bilan ham ko'p chiqaman ovga. Mana do'stlar, bugun nasib joyida ov qilamiz. Xo'p. Ovlarimiz yaxshi bo'lib qolar degan umiddamiz. Xo'raylarimizdan bugun chuvalchang bor. Sazan baliqqa xamir bor. Tayyorgarlik bor, xudo xolisa. Endi faqat natija bo'lsa bo'ldi. Mana shunaqangi joylar. Ko'lda o'qilyapsan, baliq boqiladigan joyda o'qilyapsan deganlar uchun mana do'stlar, hech qanaqangi ko'l baliq boqadigan joylar emas. Mana shundoq ko'rinib turibdi. Tabiiy zakan. Bo'lmasa biz ovlarda boshladik. Natijalar bo'lishiga xudo xolasa ko'rsatishga harakat qilaman. Chiqayotgan mahallarni ko'rsatishga harakat qilaman. Mana do'stlar, yon baliqqa tashlab qo'ydim.
yuzida. Ko'ramiz endi hozir shu yerda normalniroq ilon baliq ko'rdim. Sinab ko'ramiz endi. Olib qolsa video qilaman. Do'stlar, mana bu yerda joyni zo'rini topib oldim. O'ta go'zal joy ekan. Hozir qarmog'imni tashab qo'ydim, mana tortib turibdi. Xudo xolasa ilonbosh bor ekan, ko'rdim. Sazan ham bor bu joylarda. Hamma baliqdan bo'lishi kerak bu joyda. Ko'ramiz endi. Natija qilishga harakat qilamiz. Do'stlar, qirg'oqda ilonbosh turibdi hozir. Ko'rayotgan bo'lsa, kichikroq. 1,5 kilo atrofida. Mayda ekan. Joylar o'ta go'zal. Mana do'stlar, judayam chiroyli joylar. Mana shu yoqqa tizzakan kirib ketgan ekan. Ro'paramda bitta katta baliq yuribdi, hozir suvda tagida. Bilmadim nima ekan u, sazanmikan, ilonboshmikan? Sazan ekan. Kameraga ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim. Katta lekin o'tlar tagiga kirib ketdi. Joylarga gap bo'lishi mumkin biz. Hozir mana shu yerda sazan baliq suvda tagini loqalatyapti. Hamma biladi, sazan yerga o'lab yuradigan baliq. Shu yerda suv ham o'zi modniyu, lekin loqalatayotgan narsa o'zi bilinib turadi. Suvda tagini loqalatyapti. Ovqat izlayapti hozir. Joyga gap bo'lishi mumkin biz. O'ta ham go'zal. Faqat bitta nu tomoni salqin joy yo'q. Ofto. Havo o'sa isigan mahalga to'g'ri kelib qoldi hozir. Obed mahal bo'lib qoldi. Lekin o'sha gap yana oqimdagi baliq hamisha aktiv bo'ladi. Issig'imi, sovug'imi farqi yo'q, oqimda baliq aktiv bo'ladi. Joylarga gap bo'lishi mumkin emas. Qarmoqlarni tashlab bir aylanay dedim. Mana shu joyda chiroyli joy ko'rib qoldim. Lekin bu joyda pana joy yo'q ekan. Issiq. Qani ko'ramiz. Agar sal oftob qaytganda kelib tashlab ko'raman agar imkon bo'lib qolsa. Lekin joy juda ham chiroyli. Menga juda yoqdi. Mana bu tomoni. Bu tomonlar ham o'ta ham chiroyli ekan. Bir aylanib chiqay deb shu joyga aylanib kelib qoldim hozir. Qarmoqlarimni ancha uzoqqa tashlaganman. Mana joyda chuqurroq joy bor ekan, o'tib narigi tomonni ko'rsataman. Hoppa. Bu tomonlar ham yomon emas. Mana bu yerda bu tomonga kirgan zak bor ekan. Joylar vobshim go'zal.
manzaraga gap bo'lishi mumkin emas. U suv biroz ozaygan. Lekin baliq bor lekin. Baliq yuribdi ko'rdim. Endi kutamiz endi natijalar. So'z isboti bilan mana do'stlar, so'z isboti bilan mana sazan baliq mana shu yerda mana ko'layapti mana. O'zi mutni bilan mana ko'layotgani farqi. Sizlarga mana ko'rsatyapman. Mana. Hozir shu yerda sazan baliq yer ko'lab o'qilyapti. O'zi shu o'tlarni tagida ko'layapti. Mana bu tomonga ko'layapti. Ko'rib turibsizlar. Sazanga ham ilon boshga ham tashlab qo'ydik. Ko'ramiz endi. Sazan baliq o'zini hali ko'rganim yo'q. Bitta ko'rdim o'sha ichkarida-yu, hali suvni betida bu tomonlarda ko'rganim yo'q. Lekin borligi mana aniq. Biz eshitishimiz bo'yicha bu joyda xo'p, laqqa baliq ham ko'p deyishyapti. Asosan kechqurun yaxshi chiqargan laqqa baliq. Endi kechqurun bu joyda o'qigan endi imkoniyati yo'q. Bu joylarda chivin o'ta darajada ko'p. Bizga kunduzgi o'q ham yetadi. Mana baliq bor. Xudo xolasa. Endi nasib qilgan bo'lsa chiqadi. Do'stlar, mana Ulug'bek ham ilintirdilar va nihoyat hoppa. Nima ekan bu Ulug'bek aka? Sazanmi? Pastroqdan aka. Ilashdi. O'ta go'zal. Pastroqdan oling. Jicha o'rab oling Ulug'bek aka. Qarmoqni jicha o'rab oling. Jicha o'rab oling qalmag'ingizni. Katta ekanmi? Jicha pastroqqa tushasizmi endi aka? O'ralashib qoldi shekilli. Qani? Katta ekan aka, pastroqqa. Chiqib ketib qoladi. Ulug'bek aka. Qalmag'i tushib tursan, pastga tushasizmi? To'xting. Do'stlar, mana chotki sazan ilashdi. Buni hozir pastroqqa tushmasa chiqib ketib qoladi. Tushing aka. Narmanni sazan, do'stlar. Chotki sazan. Baliqdan sho'ring aka, ipdan ushamang. Ipidan ushamang, Ulug'bek aka chiqib ketadi. Yo'q, chiqib ketgan yo'q, turibdi. Baliqni o'zidan ushang. Hoppa do'stlar. Mana natija. Normalniy natija. Chiqing aka, chiqing. Qalmaqni qo'yaylik. Ana shu qo'ying. Qo'yib ko'rsatib bering baliqni. Ikkita qo'lingizdan ushlab. Mana do'stlar, chotki sazan 1 kilodan katta. Ularimiz zo'r ketyapti, xudo xolasa. Mana shunaqangi joylar. Natija bor. Yomon emas. Do'stlar, mana yana bitta natija. Hoppa. Vobshe katta sazan bu ham yana hozirgidaqa. Vobshe oling aka. Hop. Hoppali, mana do'stlar. O'larimiz vobshe zo'r davom etyapti. Natijalar dahshat. Mana do'stlar,
Нормальный sazan. O'miz вообще shikalat. Kuzatib boringlar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like bosinglar. Bugun Ulug'bek akam trenddalar mana. Ikkinchi sazan bu. Chotki chiqdi oma. Kelaverasizlar. Xudo xolasa yomon emas. Natijalar zo'r. Kichkina bas. O'miz qizg'in davom etyapti. Kuzatib boringlar bizni. Mana do'stlar, paployimiz so'raganlar uchun paployimiz mana shu yerda narigi yuzidan yaxshi olyapti. Tortayotgan mahallarini video qilolmay qolyapti. Ilashgan mahalla olayotganimizni ko'rsatyapman aslan. Option güzel. Uspet qilib olmayapti video qo'ygani. Mana natijalar. Birinchi baliq. Nормальный ekan. Yovvoyi baliq. Hay. Do'stlar. Mana to'pki sazanimiz ilashdi. Mana nihoyat biz ham pochon oldik. Endi nasibda bu kimga birinchi, kimga kelgan. Chuvalchanga chiqibdi. Chuvalchanga chiqdi. Juda go'zal sazan. Natijalar bu yomon emas. Chuvalchanga tashakkur. Kuzatib boringlar. Bundan zo'rlari oldinda. Mana do'stlar. Hoppa. Do'stlar, Ulug'bek akam endi chuvalchanga mana ilon bosam ushlabdilar endi. O, normal ilon bosh. Qo'l bilan bitta ko'rsatingchi aka. 700 gram bor. Qo'lingizni tashlab yuboring. O, normal ilon bosh. Chuvalchanga. Do'stlar, mana ilon bosam chiqyapti, mana sazan ham chiqyapti. Opshim go'zal. Xudo xolasa, ovlarimiz zo'r ketyapti. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like'larda yemasizlar. Xudo xolasa. Go'zal. Gap bo'lishi mumkin emas. Bitta charchatmasa, ketib qolishi mumkin. Sekin stanovishni bilan Ro'qqa tushib olaman shekilli. xolasa. Do'stlar, Mana natijalar. juda go'zal sazan. Yaxshi. Chuvalchanga olyapmiz. Natijalar a'lo darajada bo'lyapti. Kuzatib boringlar.
Mana ketar paytimizda yig'ishtiryapti hammalarni. Ilon bosh aka. Ilon bosh Ilon chiqdi. bosh. Endi yig'ishtiryapti, ketamiz. Qaysi paytida ilon bosh chiqib qoldi-yu. Hoppa. Ilon boshi. Takmonlik. Chiroyli ilon bosh. Bugungi ovimiz zo'r bo'ldi. Shu bilan endi ovlarni yakunlab uyga qaytaveramiz. Oxirgi balig'imiz. Sog' bo'linglar. Mana do'stlar, bugungi natijalar o'ta go'zal bo'ldi. 5 ta sazan, 2 ta ilon baliq. Mana bitta ilon balig'imiz. Mana sazanlarimiz bo'ladi. Rizqimizga yarasha ushladik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani ovga baraka.